New York politsiyasida xizmat qilayotgan bizning vatandoshlar. Hozir ular bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Ismingiz? Farangiz. New York politsiyasida qaysi departamentda ishlaysiz va qachondan beri? 60-bo'limda ishlayman, 2,5 yildan buyon. Juda ham yaxshi. Dilmurod Hamidov 9 yildan beri ishlaymiz. Anaqada Queens, New Yorkda Corona East Elmhurst mahallalari. Juda ham yaxshi. Ismim Jamol, 2,5 yildan beri ishlayman Manhattan Times Square'da. Marhamat, o'zingiz tanishiring. Assalomu Sharipov. Xo'p, necha yildan beri ishlaysiz? 10-yil ketyapti, xudo xohlasa. 10-yil, sizda 9 yil. Qanaqa tajriba? Bularda ham 10-yil birga bitirganmiz. Birga bitirgansizlar. Aytinglarchi, aynan New Yorkdagi o'zbek hamjamiyatining vakillari ko'proq qanaqangi jinoyat turlarini sodir etishadi? Har bir jinoyatdan oz-ozdan Oz-ozdan. hammasidan Ko'p emas, lekin bor. Ko'p emasmi? Hammasidan bor. Lekin endi foiz nuqtai nazaridan odatda ko'prog'i. Masalan, uydagi janjallar deymizmi, ayollarni bilmasdan urib qo'yishadimi? Menimcha uy janjali основном Ko'proq. Boshqa anaqalar kam, juda kam. O'zbek ayollari, o'zbek qizlari ko'pmi New York politsiyasida yo siz hozircha yolg'izmisiz? Bilmayman lekin boshqalarni. Boshqalar bilmaysiz? Nima keragi bor? Konkurent-ku. Bilmaganingizdan ma'qul. Juda ham yaxshi. Aytinglarchi, aynan New Yorkda politsiyada ishlamoqchi bo'lgan o'zbek hamjamiyatining vakillari qanaqa talablar bo'lishi kerak? Ular nimani bilishlari kerak? 2 yil kollej, keyin o'qishlarni yana ishga kirgandan keyin davom ettirmoqchi bo'lsa, yana ishdan to'lanadi. Department o'qishlari uchun to'laydi. Magistratura uchun ham bakalavr, doktorantura yo law schoolga bormoqchi bo'lsalar ham departament to'lashi mumkin. Demak, New York politsiya departamenti to'lab beradi. Ham magistraturani, ham doktoranturani. Juda ham yaxshi. Keyin 20 yilga biz pensiyaga chiqamiz. 20 yil ishlab berishimiz kerak. Tabriklayman, 10 yil qolibdi demak sizga. Xudo xolasa. Juda ham yaxshi. Nima deb o'ylaysiz? Mana sizni hozir ko'plab New Yorkdagi o'zbek hamjamiyatining vakillari ko'ryapti. Politsiya xodimi sifatida ularga aytadigan gapingiz bormi? Qonun buzishmasin. Shu birinchi aniq maslahatim, ikkinchisi qonunni bilsin. Chunki qonunni bilmaslik hech kimni javobgarlikdan ozod qilmaydi. To'ppa-to'g'ri. Tushunarli. Sizlarga katta rahmat. Omad sizlarga. Iloyim sizlarga ishimiz tushmasin. Salomat bo'linglar. Sog' bo'ling.